Kechiktirmasdan harakatga. San'at asarini yaratish, tushunish vaqt talab qilinadi. Hayotda nimadir qilish uchun hamma fursat zarur. Rivojlanish, o'sishda ham vaqt darkor. Oilangizga, o'zingizga, ishingizga ham vaqtingizni bag'ishlang. Ular shuncha talab qilgan vaqtingizga loyiqdirlar. Avtomobilga benzin qanchalik muhim bo'lsa, sizga ham qat'iylik shunchalik muhimdir. Vaqti bilan siz o'zingizni holdan toygan otdek his qilasiz. Lekin siz qat'iylik bilan har qanday qiyinchilikni yengib keta olasiz. Busiz hatto biror ish boshlay olmaysiz. Qat'iylikning aksi suskashlik. Qat'iy odam hech qachon orqaga qaytmaydi. Suskash odam biror ish boshlay olmaydi.